Bugun biz sizning bilan bir g'odiy sotuv misolini ko'rib ketishamiz. Bizga mana shu g'odiygina ruchkani sotirib aylanib kerak bo'lishaq. Biz uni nechik etib durust etib sotiribmiz ekan sizning bilan. Mana sen menga shu ruchkani hozir sotali. Sen bilasizmi, mana bu ruchka shunday shap yoza. Shoq qotdi menda, shunday shap yoza. Mana men senga u ruchkani sotirib aytdim. Olaysan, u qiymat tugul, shunday shap yoza. Bu ruchka shunday shap ruchka, aning производитель bilsangiz, u shu qadarli shap производитель. Ha mana bu ruchkani tutib yurgan kishi turli jilsharga yursa-da, qo'yog'ina borsa-da, bir kishi ona qarab suqlanib turashaq bu ruchkaga. Chunki bu ruchka hali baxtda ketira. Shunday aybat yozadi hali o'zi. Bu ruchkani olirga kerak sizga. Yo'q, mening ruchkalarim ko'p, rahmat. Menga kerakmi? Men shunday shap rozg'ish tutganga bo'ldim. 10 ming so'm oqsha o'ynatashaqman men. Aning birimlariga dey 5 minut ichida mening ism familiyamni yozilgan kerak. Shug'ana 5 minut ichida durust etib to'tartimda mening ismimni familiyamni yozib berasizmi ekan? Sen bu rozg'ishga kirishaksan. Shep, qotnasham. 5 minut ichida. Mening ruchka yo'q. Shulaymi? Yo'ring, men senga mana shu yangi ruchkani sotam. U boratik 350 so'mdan turadi. Sen uni meni ol. U aybat yozadi. Do'stlar, bizning mana har vaqt bizning klientlarimizda ehtiyoj bo'lgan ish. Agarda kishida produksiya holatda ehtiyoj yo'q ekan, ona kerakmi ekan u? Siz uni birinchilikda taqdim eta olmaysiz u kishiga. Shunga ko'ra har vaqtda kishining birinchi shiratda ehtiyojini bildirib kerak. Kerakmi u bir kishiga? Agarda u bir kerak tugul ekan, siz o'zingdan o'zi ehtiyoj tug'diradi ilinib ketish bo'lasiz. Mana shunday bizning sotuv va ishlar do'stlar.